Laboratoriyamızın eng ahamiyatli analizlar tekshiruv usullaridan IFA, ya'ni immunofermentli analiz tekshiruv usuli ham PCR polimeraza shinjili reaksiyalari yo'lga qo'yilgan. IFA usulida virusli gepatit kasalliklarini, so'lardan A, B, C, D, E turlarini birlamchi diagnoz qo'yiladi. PCR usulida virusli gepatitlar B, C, D turlari bilan kasallangan nafaslar kачество ham количество, ya'ni sifat ham miqdor ko'rsatkichlari aniqlanadi. Janeda virusli gepatit C kasalligining genotip turini aniqlov yo'lga qo'yilgan. Laboratoriyamizning eng oxirgi zamonaviy texnikalar bilan ta'minlangan bo'lib, yuqori kategoriyali vrach-virusologlar ish olib boradi. Tekshiruv baholari bo'lsa, boshqa makimiy laboratoriyalarga qaraganda bir qancha arzon, qo'l-jetmali bahada. Al test natijalarini bo'lsa elektron formada SMS orqali olasiz. Bu bo'lsa sizning vaqtingizni ham pulingizni tejaydi.